Judayam ko'plab juftliklarimiz ordira olishadi. Mana bolajonim boshqa bolajonlari bilan adashib ketishmaydimi? Keling, men shu savolingizga bugun javob beraman. Aynan bizani yuragimizga chiqamiz, embrion laboratoriyadan javob topamiz. Bunday holat bo'lishi mumkin emas. Har bir juftlikning embrionlari alohida identifikatsiya qilinadi. Identifikatsiya quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchisi dior nomeri, uni ushlab turadigan qisqich raqami. Ikkinchisi stakan raqami va stakan rangi. Uchinchisi shtrix raqamlari, muzlatilgan sanasi. To'rtinchisi ota-onasining ismi, familiyasi, pasport seriyasi, ID raqami, klinika ID raqamlari, karta raqami bilan identifikatsiya qilinadi. Bir embrionning raqami ikkinchi bilan bir xil bo'lmaydi. Bu embrionning hech qachon almashib ketmasligini ta'minlaydi. Xotirjam bo'lishingiz mumkin. Bizning identifikatsiya sistemamizda xatolik hech qachon kuzatilmaydi.